o'lay agar xotinim majbur qildi. Xotiningizga gap yo'q ekan. Deb bo'linglar. Sog' bo'linglar. Salomat. Jahongir Ortiqxo'jayevni kutib qolamiz, xudo xolasa. Agar kimdadir vaqt bo'lsa, aytib qo'yinglar. Eng arzon, eng optim poyabzallar uchun Eshonguzar City kelaverasizlar. Reklamalar boshlandi, donatlar emas. O'tgan safar Rajaboy akamga zimlagi tashagandi. Men ham siz uchun Qashqadaryodan tashadim. Bomba Anaconda. Baho Sayfullayevni chaqiringlar deyishibdi. Biz ham chiqsak bo'ladimi nima gapga? Usloviyalar qanaqa? Bunaqa so'zlardan keyin obrazni o'zgartiraman. Biz ham chiqsak bo'ladimi nima gapga? Usloviyalar qanaqa? Aytdoringlar sir bo'lmasa, ijodiylarga omad. Oka, taqdir bo'lsa nima gapga chiqib qolasiz? Biz ham bilmaymiz. Taqdir. Zomin marafonda ko'rishguncha. Take the test with the best. Zominda ultra marafonda ko'rishamiz. Abdulaziz, Andijon Qorasuvdan salom debdilar. Sizga ham Andijon Qorasuvga salom. Abdulaziz, Andijon Qorasuvdan salom debdilar. Yana bir bor sizga salom. Yo'q, anonimni ekan. 10.001 yana tirikchilik. Dushi yo'q, tirikchilik, o'likchilik emas. Assalomu alaykum. Keyingi podkastda kattaroq biznesmenni kutib qolamiz, ijodiylarga omad debdilar. Rahmat. Agar siz kattaroq biznesmenni suhbatimizda ko'rmagan bo'lsangiz, Xurshid aka To'rayev bizga ancha-muncha qiziq temalarni tushuntirib ketdilar. O'ting. Jasur, tirikchilikni aybi yo'q akam, gul kerakmi? Albatta. Men bitta zo'r gul do'konim bor, o'zim boradigan. Ular xap bo'lishadi, hozir siz aytib qo'ysam aka. Ular lekin rostdan menga addushi qilib berishadi. Agar juda qiziq bo'lsa, keyingi donatlarda aytib beraman. Rahmat. Agar sizga rostdan bizni reelslarimiz yoqib turgan bo'lsa va unga donat qilmoqchi bo'lsangiz, sizni soобщенияларingizni o'qishimiz uchun tepaga o'ting, saytga kiring va soобщениyangizni yozib donat qiling.